Unda olsa hazır Xitoyning tashviqotiga moslashib, ya Xitoy irqiy qirg'inchilik qilmadi degan bir tashviqotiga, Xitoyning tashviqotiga moslashib berayotgan. Mayli qanday sabab bo'lsin, shu Uyg'urlarga ular men Abduvali Ma'lumning mundaq bir gapini bak yaxshi ko'rdim. Biz hozir Uyg'urlar, ya'ni irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan mezgilda bu Uyg'urlar Xitoy bilan urushda biz deydi. Urushda ikkili taraf bo'ldi. Ya düşman taraf, ya Musa şu hücum uçurğuçi taraf. Eğer sen ma hücumga uçurğuçi tarafta bo'lmasa, unda sen düşman taraf. Bir yerde chegara iniq. Şuna biz ularni satqın dalalaymiz. Uçuq aşkar aldı. Çünkü Uyg'urlar urushda. Uyg'urlar qirilyapti. Hatta qo'limizda qurol yo'q. Xitoyning o'q dorilarga emas, yolg'iz. Andaq zaharlab o'ltirishga, ishki organlarimizni söküp ilishga, mushundaq rezil vositalar bilan yo'qotishga, qirg'inchilik qilishga uchrayotgan bir millat. Albatta jismoniyatimiz bilan, ruhiyatimiz bilan Xitoyga, ya'ni tankivatimiz yana-chu. Hiç kimligimizni yo'qotmay, qalbimizdagi shu erkinlik orzularimizdan voz kechmay, Xitoydek bir nurg'un davlatlarning ko'zida buyuk, bugungi dunyoning iqtisodini boshqarayotgan eng cho'ng kuchlarning biri deb sanalayotgan bir davlatga ma Uyg'ur xalqi ya'ni ashundaq hech kimning himoyasiz ya'ni yashab kelyotdi. Biz vatandagi Uyg'urlarni ayblashga hech haqqimiz yo'q. Yılqılar meydanlarda usul oynayotdi deb ayblashning hojati yo'q. Ammo chet ellardagilar erkinlikning ta'mini, demokratiyaning nimaligini, mustaqillikning nimaligini aniq ko'rib yetgan bu insonlarning o'zining vatandan, millatidan voz kechib, manfaati uchun Xitoyga kirib chiqayotgan bo'lsa, aniqlar ular mushu davrda xato yo'lni tutganlar. Millatiga, vataniga yuz kelmaydiganlar meningcha. Men shunday deb qarayman. Bu mening meydanım. Endi bir men hozir Erkin Asiya radiosuning muxbir bo'lish bilan siz bilan so'zlashmayapman. Men bir abdur, men bir yolg'iz Uyg'ur xalqining so'yilgan bir qizi sifatida siz bilan gap qilishyapman. Shu oshkor deymanki, bu mening meydanim. Ha. Demakchi, yana bir narsam qistirib qo'ydiganim to'rlarda chiqib ko'ramiz. Vatandagi Uyg'urlarni tillab ketayotganlar-chu, voy usul o'ynabdi, mundaq qilibdi. Usulni nima uchun o'ynaydi Uyg'urlar? Majburiy o'ynayotganligi aniq. Og'zingni yeb al. Sening ifodalaydigan ko'zingni itvatsin. Hech narsa miydiranma. Usul o'yna deb qo'ypas, usul o'ynab shu ichidagi his tuyg'usini ifodalamasa, ular sarang bo'lib ketmamdi. Mencha ifodalash usuli o'zining azoblarini-chu, bu gapni nima uchun davatman desangiz, men kichigimdan usulga havaskor bir qizdim, usul o'ynaydim. Usul orqali nurg'un his tuyg'ularni ifodalash mumkin deydi-chu. Yaxshi qarapiqin ashlarning usullarida xuddi mening darvishlardek o'ynaydi-chu. Tat azobni etib olgandek-chu ichidagi. Bo'lib ma Qashqardagi ba'zi muxbirlar tatqan maydondagi xalqninki bu ajoyib astiltibmi qo'ydi-ku, masalan, aytganda BBC'larda. Yani bir xil ko'rgan ko'rinishdan insonning bir badaniga bir titrak bo'lishida. Albatta. Onun uchun usul, tadqiqotchilar bir tadqiq qiladigan tema deb qarayman men-chu. Ishqib, men usulni so'yguchi bir insonga shundoq ko'rindim. Albatta, yolg'on sahna maydonidagi o davomli ziyoratchilarni opirib, mana shundoq bular baxtli deb ko'rsatayotgan o'yinga ham maash berayotgan usulchilar uning sirtida. Albatta. Ammo maydonga tushib, ashulaga hech nimasini ifodalamagan bechora xalq shu usul orqali bo'lsa, ichidagi nafratni, g'azabni, umidlarni to'kiyotdi deb tushunmayman. Albatta. To'g'ri.